100 ming tushgan. Hozir to'xta. 100 ming qo'ysin. 40 ta. Ne pul bo'ldi? 44 sariq. 4 million 400 bo'pti. Oling. Ona bo'lami? Yo'q, pulusi. Ha, bitta o'zi ekan. 100 ming anaqa bo'ldi. O'zimizga bitta qo'shib ko'ra olaman. 5 ta odamga qo'yib. Qani kelsa 8 million pul. Yab yo'lagan. Sog'liq ekan. 4 million 400 bo'ldi. Qo'l bo'shashga bo'ladi. Qaysi birini qilyapsizlar? Mashinasini savdo qilgan ekan. To'rt million 200 bo'lsa oling deyapti. 4 million 200 bo'lsa oling deyapti obunachilar. Xabar yarimga bo'ldi baraga. 4 million 150 ming bo'ldi obunachilar. Like подписка ayamsiz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Zo'rdan zo'r o'tda kelasiz kelaverasizlar. Like подписка qilib ayamsizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olinglar. Sizlar uchun harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bundan zo'rga erishamiz. Like подписка repost qilishni bir yarim. 4 ta soni 21,5 million bo'ldi. Hammasi qurbon hayitga olingan boqishga. Nima ekan? Mana. Zo'rdan zo'r shu yerda. Nomeri nechi dedim? 77 506 77 93lik. 93lik. 506 77 07. Hurmatli obunachilar, Gruziyadan qo'ylari mana. O'zi Gruziyadan olib kelgan egasi. Mana shu odamniki, Gruziyaniki. Birinchi qo'ldan. Nech puldan, brat? 4 million yarim. 4,5 milliondan ekan, xo'p. 200 dana var. Ha? 200 dana var. 200 ta bor. 200 dana. 200 ta 300 ta bor ekan, 4,5 milliondan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Arentor qayerda? Joy, tushgan joyi. Yangi yo'lga tushgan ekan. Yangi yo'lliklar murojaat qilinglar, kimga kerak bo'lsa 4,5 milliondan bor ekan, lekin qo'ylar yaxshi. Kichkina baqaloq qo'ylar. Nomerini ayting qani? Nechi ekan? 87. 87lik? 002 8950. Mana shu nomerga murojaat qilsanglar, Gruziyani qo'yib, o'zi mana sotish olib kelgan odamlar mana abi Gruziyadan olib kelishgan. Bemalol murojaat qiling. Sizlar uchun harakatda biz like, подписка, repost qilishaymiz. Shoxlar lekin bir-biridan go'zal ekan, lekin qaranglar. Qaranglar. Ichida chiroyli shoxliklari ham bor ekan, o'ntani. Ko'rasizlar mana. Chaqanoqga o'xshagan o'ralgan chiroyliklari bor ekan. Gap yo'q lekin bor. Mana qaranglar. Shox ishbozlarga shox. Lekin zo'rlari bor ekan ichida.